Xo'p, esa qaranglar, biza loyihalarimizda userlar bor edi. User app'ini ichidan ishlatdik. Register degan no'u funksiyani yozdik. Foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish. Eng oddiy basic qismi bu. Tushunib olish uchun. Nishlatadi? Metod post bo'ladigan bo'lsa, forum orqali ro'yxatdan o'tkiz. Forum agar inputlara ma'lumot kiritilgan bo'lsa, uni save qil va login page o'tkiz dedik. Shundaymi axir? Xo'p, login page'dan ishlatdik. Password bilan username'ini oldik. Bor munchakkadan bo'lsa kirgiz, bo'lmasa kirgizma, xatolik ber dedik. Shundaymi? Bo'ldi, bu tayyor bu. Qaranglar, ishida bir kamchilik bor. Authenticate degan funksiyaning ichida har doim beda bizara request kelishi kerak. Requestning o'zi kelishi kerak. Request shunday bo'lishi kerak. Sabab nechun desa, middleware'ni tekshirish uchun. Tushunarlimi? U so'rov emasdi. Endi kamchilik shu o'rinda. Qaranglar, yana bir yeri bor. Foydalanuvchi ro'yxatdan o'tdi, login etdi, shundaymi? Saytga kirdi. Endi logout degan funksiyani ham yozib qo'yish kerak. Shundaymi axir? Chiqib ketish degan funksiya. Bu dum oddiy. Shuni yozib ketamiz, qaranglar. Nechik bo'ladi bu? Internetini o'chirib qo'yamiz. Xo'p, biz ibera kelamizdan log out degan vaji chaqirib olamiz. Qaranglar, hammasida bir xil nom bo'lib qolmaydi. Login degan funksiya bor. Login o'zini bir ikkinchisi ikkisi bir xil nom bo'lib qoladi. Shuning uchun login user dedim. Buni ham nechataman endi? Dev log out user deyman. Shundaymi? Request keladi. Request ko'ryapsizmi request? Xo'p, request keladi. Logoutning ichine kim so'rab turibdi demak. O'sha odamni request chiqarib beraman. Kim so'rab turgan bo'lsa, shu odamni chiqarib beraman. Keyin nechataman? Return at turib redirect etaman. Nera? Masalan, saytdan chiqib ketding, logout et chiqib ketding. Nera qaytadi sizlar? Login etdan yana chiqaraman. Biz nechitamiz? Kelamizda login degani qaytamiz. Moda qo'yadik. Login deb qo'yadikmi? Login deb qo'yibmiz ekan, shundaymi? Loginga qaytdik. Bo'ldi. Endi buni nishatishlarimiz kerak, ibera chaqirib olishlarimiz kerak. Ya'ni URL yozib qo'yishlarimiz kerak. Hozir ishlatamiz buni. HTML ochamiz, prosta yaratib qo'yamiz. So'ng masalan qo'shgan vaqtda. Qarang. Logout o'zi emas, logout boshqa vaji user. Hop, biz nishatamiz? Log out demizdan shunchaki ketamiz. Keyin nishatamiz? Logout user va name'ini ham qo'yib ketamiz, kerak bo'ladi. Log out. Xo'p, qaranglar yana. Chot virgul qolib ketdi, shuni xato deb turibdi, ajoyib. Virgul qo'yib ketaveramiz. Endi qaranglar, foydalanuvchi ro'yxatdan o'tdi. Qaranglar, biz obishniy holatda loyihalarimizni ishlatsak nechik bo'ladi? Ma'zi loyihamizni run server berib olaman. Python manage file run server. Python manage file run server. Xo'p, qaranglar, sizlar endi vaqtda ishlatasizlar-ku, gap yo'q uni. Bedan 3 ochiqdan bo'ldi bu. Xo'p. Google'a giramizdan 127 desak chiqarmaydi, shundaymi? App'ning ichiga kirib olishlarimiz kerak. Users'dagi login. Yana hamma o'z ishlab turibdi, shundaymi? Ro'yxatdan o'tgani hamma o'z ishlab turibdi. Qaranglar, har qaysi uchun oddinni kirib turibman. Boshqa saytlarda navbar turadi, balandda chiziq turadi, shundaymi? Keyin yonboshida ya'ni ko'rsataman az sayti. Ya'ni masalan apparels.uz. Apparels.uzda qaranglar, yana navbar degan vaji bu yana. Navbarda yana ibida kirish va ro'yxatdan o'tish degan knopkalar chiqib turibdi. Shundaymi? Buni bizdan ishlatishlarimiz kerak. O'zimiz ham shunday navbar yasashlarimiz kerak. Tushunarlimi? Biza endi nishatamiz desangizlar, endi ustoz nishatamiz desangizlar, buni chiqib ketaman, qaranglar. Nishataman. Template papkasini kelaman dag'in, toza fayl yarataman.
Qaranglar, standartga mos etib loyiha tikleyecekmiz. Birinchi şablon bo'ladi. Ya'ni şablon qaranglar-da. Şu saytın любой yerine girsem ham bu navbar kısmı turibdi. Shundaymi axir? İşlemin kaldı. Ne uchundir? İnternet uzilib ketdi. Saytın любой yerine girseydiler ham mena mesela kirish kısmında şu navbar turibdi. Shundaymi? Bu bir yerde saklanıp turibdi. Şu yerda her daim çağırıp koyma. Ya her daim navbarı yine yarataveraman her bir HTML'imde. Yok. Avishni holatda bir yere yaratib qo'yaman. Shu yerdan chaqirib olishim kerak. Shundaymi axir? Merosatib olib qo'yaman. Nechataman desanglar, ibera kelaman. biz.html yarataman va no yarataman. home.html yarataman. Home deganda no qaranglar, ina. Bu saytning home page'inde umumiy ma'lumotlar turibdi sayt haqida. Shundaymi? Ha? Umumiy biz.html'da no duradi desangizlar, ina navbar duradi. Tushundingizlarmi? Tayyor shablon. Tushuntirsizlarmi? Shuni aytamiz. Endi necha aytamiz desangizlar, aslında kodlar minchek yozilmaydi. Bu xato bu yana. Minchek ketib yozishlarimiz xato. Bu aslında emdet yozishlarimiz kerak edi. Unda qo'yib turib, doktype ichida body yozishlarimiz kerak edi. Shuni shablona tashab qo'yamanda, ibida meros etib olib qo'yaraman. Tushunarlimi? Endi nechik bo'ladi desangizlar, shablonni ne yozamiz desangizlar, biz.html yozamiz. Biz.html shablonni yozib olamiz. Tushunarlimi? Xo'p, endi necha aytaman desangizlar, iberni qaranglar. Endi HTML bilan Python'ı bog'laymiz. Tushunarlimi? Bog'lash uchun kerak bo'ladigan vayda kerak. Ya'ni jinja. Ko'paytlarni jinja bilan endi jinja degani yo biza qova ikkili qo'shtirnoq jingalik osh vajlar aytiladi. Tushunarlimi? Endi ko'proq vajlar o'rganamiz. Crepsi token o'rgandik, shundaymi? Keyin if for o'rgandik, shundaymi axir? Endi davomi bor buni, ko'p narsa bor. Endi nishatib o'tamiz desangizlar, qaranglar. Xo'p, blok element biz.html. Qaranglar. Bu biz.html'im bu. Tushunarlimi? Bu biz.html. Endi men home page'imga yozaman. Home page. Yana qaranglar, home page bu, shundaymi? Bu home page'dan ne chiqadi? Xabarda salom dunyo deyman. Salom dunyo. Boshda bog'lab olishim kerak. Qaranglar, salom dunyo minchek ketib yozmasligim kerak edi. Shundaymi axir? Nechataman minchek ketib turib, buning ichida xabarda salom dunyo deyishim kerak. Shundaymi? Bir marta yozib qo'yib turib, bu yerga chaqirib qo'yishim kerak. Bu nechik bo'ladi desangizlar, biz.htmldan meros olaman. Nechat meros olaman desangizlar, nechatasizlar? Extends deysizlar dag'in, biz.htmldan meros olasizlar. Ana endi sizlarga tayyor buni yozib berdi. Tushunarlimi? Yana takrorlamak kerak miydi bu? İbvajlar takrorlamak kerak miydi? Bu meros olib berdi bu. Tushunarlimi? Oshida hamma kodni ko'chirib berdi. Lekin shu bilan bo'ldimi desangizlar, yo'q, bo'ldi emas. Aynan bu body'ning ichidan qaranglar, masalan, bu geramandan xabarda salom dunyo deyman. Dunyo. Lekin qaranglar, aynan shu body'ning ichida yozib turibmi, nere yozib turganini bilmay turibman. Shundaymi axir? Shundaymi? Nere yozganini bilinmaydi. Uni nishatib bildiraman desangizlar, blok element degan bor, blok content degan vaji bor. Blok content deysizlar, end block. Tushunarlimi? Ina bu shablon bu. Qaranglar, hozir shu blok content bilan shuning ichine yoziladi. Kelib turgan hamma shuning ichine yoziladi. Tushunarlimi? Endi nechik bo'ladi desangizlar, qaranglar. Bu xabar deganim nere yozilib turgani aniq emas, shundaymi? Buni nechatamiz aniq etamiz desangizlar, blok elementing ichine yozilishi kerak bu. Tushunarlimi? Vaqtdan o'tish uchun sun'iy intellekt qo'shilib turibdi. Qaysini? Doctype'larni hammasini ko'chirib qo'yishmi? Yo'q, shuni olib turib, İBV'ci 2 tane açıp oturunca sen
Yo'q, shu doktor Bakunovda